O'zbekistonda tez taraqqiy etayotgan yo'nalishlardan biri bu IT sohasidir. Rivojlanishni, raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator hujjatlar eng yuqori darajada qabul qilindi. Bu umuman mamlakatning o'sish sur'atlarini tezlashtiradi. Tasdiqlangan qadamlar qatorida IT parkni yaratish ham bor. Maqsad innovatsiyalarning barcha imkoniyatlarini bitta ishlab chiqarish maydoniga jamlash. Xabar qilganimizdek, bugun poytaxtimizda IT park faoliyati natijalariga va kelajak rejalarini muhokama qilishga bag'ishlangan IT park Rewind 2021 onlayn konferensiyasi ish boshladi. Hamkasbim Jamshid Soatov biz bilan aloqada. Jamshid, aytingchi, tashkil qilinganidan buyon 2 yillik vaqt IT park faoliyatida qanday natijalar bilan esda qolarli bo'ldi? Partnership as we prepare for launch next year. And people inviting us to be a part of this event. Rahmat Umid, savol uchun albatta o'tgan yillar davomida nafaqat IT park faoliyati, balki umuman olganda IT sohasida mamlakatimizda ulkan islohotlar, ijobiy natijalar qayd etildi va albatta eslatib o'tamiz, ro'parosa 2 yil avval aynan ushbu kun sanasi ostida 24-iyun kuni davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda IT park faoliyatiga start berildi. Ko'zlangan maqsad yurtimizda yosh dasturchilar, umuman olganda ushbu sohaga qiziqish bildirgan o'g'il-qizlarni qo'llab-quvvatlash, qolaversa ushbu sohada xorijiy kompaniyalar bilan aloqalarni mustahkamlash, IT mahsulotlar eksporti hajmini kengaytirish va albatta ushbu sohani keng miqyosda rivojlantirish maqsadida mana shunday ulkan majmua faoliyatiga start berildi va natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan 2 yil davomida bugungi kunga kelib IT park rezidentlari soni 453 nafarga yetdi. Ulardan 17 nafari aynan xorijiy sarmoyadorlar hisoblanadi va 2019-yilda IT mahsulotlar eksporti hajmi 6,2 million AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda ushbu ko'rsatkich 16,5 million AQSh dollarini va joriy yil oxiriga kelib mazkur ko'rsatkich salkam 40 million AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda va eslatib o'tamiz, o'tgan yili 2020-yilning avgust oyida AQShda IT park vakolatxonasi ochildi. Ko'zlangan maqsad albatta mahalliy IT mahsulotlarni aynan AQSh bozorlariga kirib borishda yaqindan ko'mak berish. Ammo olganda albatta natijalar bugun juda ham ko'p va mazkur konferensiyada hozir demak nafaqat mamlakatimiz IT sohasi vakillari, balki Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, ko'plab xorijiy davlatlardan kelgan mazkur soha vakillari, mutaxassislar ishtirok etishyapti. Onlayn formatda ham ular jalb etilgan bugungi konferensiyada nafaqat demakki o'tgan 2 yil davomida IT sohasida IT park faoliyatida erishilgan natijalar, balki istiqboldagi kelajakdagi rejalar ham muhokama qilinmoqda va bilamizki, bugungi kunda viloyatlarda ham IT park filiallari faoliyat yuritmoqda va hozir ayni damda biz bilan suhbatda Jizzax filiali direktori Nazira Muhidinova bo'ladilar. Nazira, assalomu alaykum. Xo'sh, Jizzaxda aynan IT park filialining ochilishi Jizzax yoshlari umuman IT park sohasi uchun qanday hissa qo'shdi deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor yaratilgan imkoniyatlar uchun bizning hurmatli prezidentimizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki IT park borki, bu yangi imkoniyatlar, yangi loyihalar, startap ekotizimini yanada ham jadallashtirish, rivojlantirishga imkon beradi. Aslida IT park yaratilganligiga hali 1 yil bo'lgani yo'q Jizzax shahrida va biz kattakon ko'p natijalarga erishdik shu payt, qishki paytni mobaynida har xil turdagi loyihalar, ular Future Skills bo'ladimi, IT Women o'z loyihasi bo'ladimi yoki bizlarni yosh avlodimizga startap maktabi bo'ladimi, yozgi startap maktabi bo'ladimi. Biz hammasidan juda ham xursandmiz, chunki albatta bizga mana shunaqa maydon kerak edi. Bizlarning eng talantli, eng aqlli yoshlarimiz mana shu yerda yig'ilib yangi g'oyalar ishlab chiqarishadi. Umuman startaplar haqida gapiradigan bo'lsak, hamma narsa g'oyadan boshlanadi va hech kim bilmaydi bu g'oya katta bir loyihaga aylanib ketishi mumkin. Men ishonamanki, Jizzax yoshlari hali butun dunyoga mashhur bo'lishadi, chunki startap loyihalar bilan birgalikda nafaqat startapni g'oyani ustida ishlaymiz, ular biznesni to'g'ri yuritishni, shu bilan birga ingliz tilini ham o'rganishyapti, chunki bilamizki, agar biz xalqaro maydonga chiqmoqchi bo'lsak, albatta ularga ingliz tili ham kerak bo'ladi, ham programmalashtirish an'analari kerak bo'ladi, bilimlari kerak bo'ladi. Biz ularga bu sohada ko'maklashamiz va albatta hamma yoshlarni IT parkka kelishlarini, imkoniyatlarini bir ko'rishlarini, o'zlarini sinab ko'rishlarini, mayli bu startap bo'lmasin, mayli bu boshqa narsa bo'lmasin, lekin hozir IT texnologiyalar hayotimizda har go'shasida bor. Bu ta'lim bo'ladimi, meditsina bo'ladimi yoki o'qituvchilik bo'ladimi,
hamma joyga kerak. Shuning uchun men O'zbekiston yoshlariga, mana shu O'zbekiston 24 kanali orqali aytishim mumkinki, IT park albatta kelishi kerak. O'zini bilimini sinash kerak. Bilimini sinagandan keyin yangi bilim olish kerak, chunki bu yangi soha O'zbekistonda. Bu bizga kerak edi. Judayam kerak, judayam. Siz bunga o'zingiz amin bo'lasiz, chunki kelajak faqat informatsion texnologiyalar bilan. Endi bilamizki, mana shu IT parklarning yana bir ahamiyati, davlatimiz rahbari ham ko'p bora ta'kidlaydilar, yoshlarimizning bo'sh vaqtlari mazmunli o'tsin. Umuman olganda, mana shu IT sohasidan xabari bo'lmagan, ko'nikmalarga ega bo'lmagan yoshlar kelib, qisqa vaqt mobaynida qandaydir natijalarga erishyaptimi? Mana shu misol keltira olasizmi? Albatta. Masalan, Jizzax shahridan kelib chiqadigan bo'lsa, Jizzax viloyatida bizda yoshlarimiz qisqa muddat ichida ko'p narsalarni o'rganishyapti. Agar eng yaqindagi bizning tajribamizda gapiradigan bo'lsak, 15 yashar bir qizchamiz bor, ismi Lola. Grafik dizayn kursini tugatib 3-4 oyda hozir o'zi vizitka yasaydi va reklamaga ishlaydi. SMM kurslarini boshladi va aytishim mumkinki, 15 yashar qiz o'zini ustida ishlab, oilasiga ko'makchi bo'lmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki unga qarab ko'pgina yoshlar bu qila oldimi? Bu kichkina qizcha biz ham qila olamiz degan fikrda uyushib, mana shu ideyalar, g'oyalar ustida ishlamoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Rahmat deymiz. Qur'a mulohazalar uchun faoliyatlaringizda omadlar tilab qolamiz. Ulkan zafarlar yor bo'lsin. Demak, mazkur konferensiya ham o'z ishini davom ettirmoqda. Ko'rib turganingizdek, hozir mutaxassislar o'z chiqishlarida aynan IT sohasining O'zbekiston iqtisodi rivojidagi o'rni haqida kerakli ma'ruzalarni hozir taqdim etishyapti va keyingi informatsion dasturlarimizda ham bu haqida biz batafsil ma'lumotlarni berib borishni rejalashtirganmiz. Studiya, rahmat. Jamshid, taqdim etilgan ma'lumotlar uchun tashakkur.